Metakognitsiya nimaligini bilasizmi? Yaqinda o'zim eshitib hayron qoldim. Bu fikrlash haqidagi fikrlash ekan. Misol uchun, bitta odam muvaffaqiyatsizlikka erishadigan bo'lsa, o'sishga intiladigan odam xuddi shu xatolarni qaytarib o'tirmaydi-da. Ya'ni u strategiya nima uchun ish bermaganini analiz qilishga harakat qiladi. Bu narsa ko'r-ko'rona matonat bilan aqlli matonatni o'rtasidagi katta farq. Xuddi shu holatda biror narsa hayotingizda noto'g'ri ketganda, shunchaki oddiy jadval qilishingiz kerak. Mana shu yerga chizib qo'yaman. Nima sodir bo'ldi? Misol uchun imtihondan yiqildingiz yoki loyihadan o'ta olmadingiz. Mani strategiyam qanaqa edi? Shunchaki yodlash edi, misol uchun zubrovka qilishim kerak edi. Strategiya qayerda, qaysi punktda yoki qaysi nuqtada pand berdi degan savolga javob berishingiz kerak. Menda misol uchun nima uchunligini tushunmadim deyishingiz mumkin. Keyingi safar yangi strategiya qanday ko'rinishda bo'ladi? Nima qilaman desa, faol eslash deyishingiz mumkin yoki Feynman texnikasidan foydalanaman deb mana shunaqa jadval qilishingiz kerak bo'ladi. O'shanda samaraliroq va xuddi o'sha xatolar bilan yana uchrashmaysiz va o'sha xatolarni qaytarib o'tirmaysiz kelajakda. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, shunchaki tanishingizga jo'natib qo'ysangiz va obuna bo'lib qo'ysangiz, bu yerda foydali kontentlarni qo'yib boraman.